nima qilyapsiz? Aka shu armatura bukish. Ko'rdingizmi? Mana qanaqa qilib qo'ydim. Aka lekin bu bu aka yo'q, buni mana bu stanovlar bukib beradi. Xohlasangiz mana bunaqa pavrashga qilib beradi. Xohlasangiz 90 gradus. Xohlasangiz mana bunaqa qilib qurilishingizda qanaqa qilib armatura bukish kerak bo'lsa, shunaqa qilib bukib beradi. Armatura bukadigan stanovlar ko'rsatib o'taman. Hammasi mesniki, hammasini 1 yil garantiyasi, o'zimizda servisi, hamma zapchastlari bor. GV40M modelimiz, 25 gacha armatura, 28 gacha kruglak bukadi. Keyingisini ko'rsataman. GV40 modelimiz, bu biz kompyuter varianti, 28 gacha armatura, 32 gacha kruglak bukadi. Undan keyingisini ko'rsataman aka. Bu pultlik varianti bo'ladi, mana shunaqa pedali bo'ladi. 32 gacha armatura, 36 gacha kruglak bukadi. Mana bor bunisidan ham. Agar Nessan qurmoqchi bo'lsangiz, mana 40 gacha armatura, 45 gacha kruglak bukib beradi. Bu ham pultlik, pedallik varianti bo'ladi. Agar sizga shu stanovlar qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, nomerga aloqaga chiqinglar yoki direktga yozinglar. Agar sizga to'liq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegramga yozing. Telegramda har bittasini xarakteristikasini, rasmini, videosini tashib beraman.